Hozirgi kunda butun dunyoning e'tirofi va e'tiborida bo'lgan hamyurtimiz Abduqodir Husanov haqida shoshilinch ma'lumot e'lon qilindi. O'zbekistonlik taniqli futbol sharhlovchisi Xayrulla Hamidov futbolchi Abduqodir Husanovning Toshkentdagi sarguzashti haqida gapirdi. Bu haqda u o'zining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida ma'lum qildi. Abduqodir Husanovning Toshkentdagi sarguzashtlari baribir uning uyiniga ta'sir qildi. Buni ko'pchilik aytayapti. Buni birgina odamga yo'llamoqchimasman. Men kecha bir narsani eshitib xursand bo'ldim. Yana to'g'ri xulosalar chiqarilgan deb o'ylayman. Zo'r TV telekanaliga o'yindan oldin mehmon taklif qilishi kerak edi. Mehmonga turli xil variantlarni keltirishdi. Oxiri Muhammadali O'rinov kelib u bilan birinchi bo'limda Hasan Turdiyev bilan o'yinni sharhladi. Muhammadalidan oldin juda ko'pchilikka taklif bildirildi. Takliflar ortida Husanovning otasi Hikmat Hoshimov ham bor edi. Telekanal mas'ullarining aytishicha, Hikmat aka rozi bo'lmabdi va intervyu berishni to'xtatibdilar. Men xursand bo'ldim. Birinchidan bu otaning to'g'ri xulosa chiqargani, chunki bo'ldi. Voqealar bo'lib o'tdi, balki boshqa narsalar bo'ldi deb o'ylagan bo'lishi ham mumkin. Toshkentga kelishidagi Husanovning avtomobil bilan bo'lgan voqeasi negativ effekt yuborishdan to'g'ri xulosa chiqardi, deydi Hamidov. Eslatib o'tamiz, avvalroq Abduqodir Husanov Eronga qarshi o'yinda O'zbekistonning eng yomon futbolchisi bo'lgani haqida xabar berilgandi.